Zamon o'zgaryapti-da, hozirgi paytda nogironlarni ham texnologiyadan foydalanishi yaxshilanib boryapti. Oldin men esimda knopkali telefon tutganimizda SMS o'qitish uchun kimgadir yalinardik. Men bu telefon nomerini ko'rib bergin deb turib atrofimizdagi insonlardan yordam so'raymiz. Hozir hech kimdan yordam so'ramaymiz. Hamma narsa telefonlarimizni ham o'zimiz boshqaramiz. To'g'ridan to'g'ri moliyaviy operatsiyalarni telefonda bajaramiz. Bu hammasi zamonning zayli bilan, texnologiyaning rivoji bilan-da, to'g'risi. Men xursandman. Mana shunaqa davrda, shunaqa zamonda yashayotganimdan rahmat. Mana shu texnologlarga hammasiga. Mana shu videoni ko'rib qolsangiz, xuddi bitta like, comment, repost bilan qo'llab-quvvatlab yuborsanglar xursand bo'lardim. Zamon o'zgaryapti-da, hozirgi paytda nogironlarni ham texnologiyadan foydalanishi yaxshilanib boryapti. Oldin men esimda knopkali telefon tutganimizda SMS o'qitish uchun kimgadir yalinardik. Men bu telefon nomerini ko'rib bergin deb turib atrofimizdagi insonlardan yordam so'raymiz. Hozir hech kimdan yordam so'ramaymiz. Hamma narsa telefonlarimizni ham o'zimiz boshqaramiz. To'g'ridan to'g'ri moliyaviy operatsiyalarni telefonda bajaramiz. Bu hammasi zamonning zayli bilan, texnologiyaning rivoji bilan-da, to'g'risi. Men xursandman. Mana shunaqa davrda, shunaqa zamonda yashayotganimdan rahmat. Mana shu texnologlarga hammasiga. Mana shu videoni ko'rib qolsangiz, xuddi bitta like, comment, repost bilan qo'llab-quvvatlab yuborsanglar xursand bo'lardim.